Xo'p, ta'sischimiz Vahob Alisher Vasiqovichga va universitetimiz rektoriga rahmatimizni aytamiz. Ya'ni Rasulov To'lpa Sattorovичga rahmat aytaman. Bizga shunchalik sharoit yaratib berishayotganiga. Rahmat. Assalomu alaykum. Hayotingizdagi qaysi ustozingizga rahmat aytasiz? Maktabdagi o'qituvchimga, birinchi yil universitetdagi barcha o'qituvchilarga rahmat aytaman. Hayotimda ustozlarim rosa ko'p. Birinchi o'rinda ingliz tili ustozimga rahmat aytaman. Sinf rahbarimga, birinchi menga yozishni o'rgatgan ustozimga rahmat aytardim. Hayotingizda qaysi ustozga rahmat aytasiz? Biologiya ustoziga rahmat aytasiz. Hayotingizda qaysi ustozlarga rahmat aytasiz? Men mana shu barcha universitet ustozlariga juda ham minnatdorchilik bildiraman. Ular ham malakali. Men shu Ma'mur Alimovaga rahmat aytaman. Missiyani bilan Ma'mura Muhiddinova Varlov teacherlar. Men hayotimda eng katta ustoz bo'lgan onajonimga kattakon rahmat aytaman. Ustoz sifatida mashhurani bugun rosa so'gaman. Batareykadan zarga qo'ymaganligingiz uchun. Ikkita batareyka bilan ikkita batareyka bilan? Ikkita batareyka to'laydigan ikkitalar tugatib qo'ydik deb ayting. Uchinchisi? Uchinchisini qaydan bilaman. Ustoz sifatida Webking o'quv markazini ochgan, bizni dasturlashga o'rgatgan o'sha Sardor akamga rahmat aytaman. O'zi ham shu yerda o'qiydi, ko'rsa kerak. Xo'p, avvalambor men hayotimdagi birinchi uchratgan meni sinf rahbarim Nurihim Raynaga rahmat aytgan bo'lardim. Bizga bergan shuncha maslahatlari, yo'l ko'rsatganlari uchun. Hozir hayot bo'lganlarda oldinlarga borgan bo'lardim. Hayotingizdagi qaysi ustozga rahmat aytasiz? Dadam edi. Hayotingizdagi qaysi ustozingizga rahmat aytasiz? Hayotimda ko'p ustozlarga rahmat aytaman. Eng asosiysi Lola Mo'minovaga. Chunki meni aynan logopediyaga kirib kelishimga sababchi bo'lgan. Hayotingizdagi qaysi ustozingizga rahmat aytasiz? Xo'p, agar bu maktab ta'limi bo'ladigan bo'lsa, Yo'ldosh va Adolatxonoyamga, sababi ona tilini o'qishimga asosiy sababchilardan biri bo'lganlar. Shu fanga qiziqishimga, xo'p, universitet hayotida, demak, universitet davrini inobatga oladigan bo'lsak, bunda Qodirxonov Murodxon domla KITdagi faoliyatimizda Mirza Abdullayeva, Dilxumorxonoyev, Maqsudova Nodiraxonoyevalar. Men birinchi qo'limga rechka ishlatgan o'qituvchim Salovat oyamizlarga, qolaversa barcha ustozlarimizga, shu yerdagi rahbarlarimizga rahmat aytmoqchiman. 3 tumani Yorqo'rg'on qishlog'i 31-marta o'qiganman. 93-yil bitirganman. Hayotingizdagi qaysi ustozingizga rahmat aytasiz? Ma'lum Fatimjon ustozga rahmat aytaman. Hayotingizdagi qaysi ustozingizga rahmat aytasiz? Ismoilova Nozimaxon ustozimga rahmat aytaman. Shu qatori ota-onamga ham shu yerga kelib o'qishimga sababchi bo'lgan insonlar. Hayotingizdagi qaysi ustozga rahmat aytasiz? Chunki biz Sinfdagi barcha ustozlarga rahmat aytaman. Ular mavzuni juda ham chiroyli qilib tushuntirishadi. Ayniqsa Mirzo Bobur domla juda ham chiroyli qilib tushuntiradilar. Ularga kattakon rahmat aytamiz. O'tgan semestrda ham yuqori ballar bilan imtihonni topshirib chiqqanmiz. Hayotingizdagi qaysi ustozingizga rahmat aytasiz? Hayotimda birinchi ustozim bu onam, onajonimga rahmat aytaman. Qaysi ustozga rahmat aytasiz? Men birinchi ustozimga, boshlang'ich sinfdagi onamga rahmat aytaman. Yana kimga rahmat aytaman? Onajonimizga rahmat aytaman. Sora ustozimizga rahmat aytaman. Birinchi o'rinda harf o'rgatgan-ku. Harf qo'limizdan ushlab yozdirgan. Birinchi ustozimiz ota-onamiz. Ota-onamizga ham rahmat. Birinchi ustozim boshlang'ich sinfdagi ustozimga. Hayotimda dekanimiz Qahramon teacher. Bunisiga Hayotimda dekanimiz Qahramon teacherga katta rahmat aytaman.